birinchi ko'rib chiqadigan savol turimiz bu gap filling hisoblanadi. Ya'ni one word only bilan keladi. Bitta so'z qo'yib yoziladigan savollar. Bular eng oson qismi hisoblanadi IELTS readingni. Lekin haligacha hamma ham 100% to'g'ri topavermaydi. Bu gap fillingni 100% to'g'ri topadigan bo'lish, u birinchi passajda ham, ikkinchi passajda ham, bir xil payt uchinchi passajda ham kelib qolishi mumkinligini hisobga oladigan bo'lsak, 15 tacha o'rtacha yoki 13 tacha savolimizni naqd bo'lishiga yordam beradi. Nimaga xato qiladi ba'zi o'quvchilar? Bu oson bo'lishiga qaramasdan, chunki bir qancha faktorlarni va tiplar bor, o'sha narsalarni hisobga olmasdan ketishi mumkin. Birinchi o'rinda bu savollarni yechishda biz instruksiyaga qarashimiz kerak. Instructionda one word only. Bitta so'z yoza olasan faqat deb qo'ygan. Biz bitta so'z yoza olamiz, xolos. Shuni birinchi o'rinda hisobga olib qo'yishimiz kerak. Biz har qanaqa reading ishlayotgan paytda bitta ko'z yugurtirish kerak instructionga. Ikkinchi o'rinda mana hozir chap tomonimda o'sha reading passage ochib olganman. Bu Cambridge 16 da olingan polar bears haqida. Qanaqadir confusing joylari bor. Shuning uchun shuni tanladim. O'ng tomonda bo'lsa o'sha savollar turibdi 8 dan 13 gacha. Endi hozir nima qilamiz? 8 dan 13 gacha savol turgan bo'lsa, demak, bu passageni, katta bir passageni ikkinchi qismida keladi. Chunki 1 dan 7 gacha bo'lgan savol true false bo'ladi. Mana turibdi. Va true false teksti birinchi qismida keladi. Shu joyda o'quvchilar birinchi o'rinda vaqtdan yutish uchun qidirishni boshlash kerak. Tenojizudan, ya'ni o'sha Tenojizu bu atoqli ot hisoblanadi. Buni sinonimi bo'lmaydi. Qanaqadir ismlar, joy nomlari, shuni topish kerak tekstdan. Mana Tenojizu turibdi shu yerda. Shundan foydalanish kerak. Ya'ni Tenojizu bu tekstda turgan bo'lsa, bu paragrafda turgan bo'lsa, demak 8-savolning javobi shu yerdan boshlab turib o'qib ketsak topa olamiz. Demak bo'ldi, mana qayerdan boshlab o'qishimizni belgilab oldik. Endi nima muhim, nimaga e'tibor qaratish kerak, shuni aytib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda yozib qo'ysam ham bo'ladi. Birinchi o'rinda bizga qanaqa word form kerakligini yozib olishimiz kerak. Ya'ni bizga qanaqa so'z turkumi kerak, o'sha narsani aniq bilib olishimiz kerak. Masalan, 8-savolni o'qiydigan bo'lsak, 8-savolda people think of bears as unintelligent and something. Bu yerda demak, katta ehtimol bilan adjective kerak. Katta ehtimol bilan adjective kerak yoki bir xil payt noun ham bo'lishi mumkin. Lekin adjective bo'lsa ham, noun bo'lsa ham, bearslarni, ya'ni ayiqlarni tasvirlovchi adjective bo'lishi kerak. Shu eng muhim narsa bizga. Va ikkinchi bizga kerak bo'ladigan narsa, biz har doim evidence qidirishimiz kerak. Evidence nima bu? Evidence bu dalil degani. Ya'ni bizni 8-savol uchun qo'yadigan so'zimizni oldida bizga kerak bo'ladigan so'z turibdi. Bu unintelligent degan. Unintelligent bu ahmoq degani, endi qo'polroq aytganda. Intelligent emas degani. Demak, biz unintelligent degan so'zni qidirishimiz kerak. Odamlar o'ylashadi, ayiqlarni ahmoq deb turib va yana nimadir deb turib o'ylashadi. Demak, shu unintelligent degan so'zni topish orqali biz reading 8-savolimizni javobini topa olamiz. Lekin shu unintelligent degan so'zni ko'rmaguncha, shu javob yonida bo'lmaguncha bu so'zni tanlashga umuman haqqimiz yo'q, chunki noto'g'ri bajarayotgan bo'lamiz. O'qishda davom etamiz. Mana intelligent degan so'z chiqdi. We tend to want to protect animals we think are intelligent and possess emotions, such as elephants and primates. Bu yerda intelligent degan so'zni ko'rib turib, ko'pchilikning xatosi emotions degan narsani, emotions degan so'zni javobga olib qo'yadi. Mana intelligentning yonida turganligi uchun. Lekin bizda nima kerak? Unintelligent degan narsa kerak. Shuning uchun bu yerda chaqalib qolmaslik kerak. Men tushuntirmoqchi bo'lgan narsa, nima uchun ko'pchilik emotions degan javobni qo'yib qo'yadi bu yerga? Chunki ular evidence qidirmaydi. Ya'ni unintelligent degan so'zni hali ko'rmadi. Prosta o'xshash shunga so'z intelligentni yozib qo'ygan. Shunga chalg'ib turib, yonida andni qarab emotions qo'yib qo'yadi va emotions word form jihatdan ham umuman to'g'ri kelmaydi. Chunki bizga hozir noun emas, adjective kerak va u adjective polar bearsni describe qilib berish kerak. O'qishda davom etamiz. Bears on the other hand
seem to be perceived as stupid and in many cases violent. Ya'ni stupid degan so'zimiz bu unintelligentga sinonim bo'ldi. Mana unintelligent degan so'zni topdik. Endi yonida o'z-o'zidan mana end bilan keladi. In many cases violent. Demak, 8-savolni javobi violent bo'ldi. Buni yozib qo'ysak bo'ladi. Violent. Hop. Keyingi savolga o'tamiz, 9-savolga. In Tennojizu, a bear has been using a branch as a something. Demak, Tennojizuda ayiqni ko'rishgan ekan, branchni, ya'ni daraxtni shoxini ishlatayotganini as a degani sifatida degani. Nima sifatida ishlatayotganda, demak bizga hozirgi yana ishimizni davom ettiramiz. Bizga bu yerda nima kerak bo'ladi? Bizga bu yerda noun kerak bo'ladi. Bu joyda biz 9-savolda yozishimiz kerak. Noun shartli ravishda. Keyin this allowed him to knock down some is something. Yana 10-savolda ham biz noun yozishimiz kerak. Tarjima qanaqa bo'lyapti? Tennojizuda bearni ko'rishgan ekan, daraxtni shoxini ishlatayotganini nimadir sifatida, ya'ni nimadir sifatida shoxni ishlatayotgan bo'lish kerak, qanaqadir funksiyada. Va bu narsa unga yordam bergan bir qancha nimadirni tushirishda, ya'ni nimadirni pastga tushirishda yordam bergan ekan. Ikkita noun kerak ekan. Endi o'sha buni o'chirib tashlasak bo'ladi nounni. Nima kerakligini bilib oldik. Endi evidence qidiramiz. Tennojizuda bear branchni ishlatayotgan bo'lish kerak. Mana Tennojizu, Osaka, hop, a male bear called Gogo in Tennojizu, Osaka has been observed making use of a tool. O'sha Gogo degan zuda, Tennojizuda, Osakada o'sha male bearni odamlar ko'rgan ekan, toolni ishlatayotganligini, men e'tibor beramiz. Toolni ishlatayotganligini, manipulate his environment. Endi the bear used a tree branch on multiple occasions to dislodge a piece of meat hang out of his reach. Demak, odamlar uni ko'rishgan ekan, tooldan foydalanayotganligini va bu bear tree branchni ishlatgan bir qancha vaziyatlarda deb beryapti. Demak, bizda bu yoqda branch degan so'z bor edi. Branchni ishlatganda nima sifatida deb bergandi. Bu yoqda demak toolni ishlatgan, environmentni manipulate qilish uchun va o'sha narsa daraxtni shoxi bo'lgan. Demak, 9-savolning javobi tool bo'ldi. Ya'ni o'sha bear o'sha zuda daraxtni shoxidan tool sifatida foydalanibdi. This allowed him to knock down some nimadir, yana noun yozishimiz kerak. Bu narsa unga yordam beribdi, nimadirni demak tushirib olishga. Hop. Multiple occasions to dislodge a piece of meat hang out of his reach. Bu yerda ko'pchilik mana tarjimani bilgan odamlarga ishlash qiyinchilik tug'dirmaydi. Tushunmasa nima qilamiz deganda, mana toolni topib olish qiyin bo'lmaydi. Toolni topganimizdan keyin branchga kelishimiz kerak. Branchdan davom etishimiz kerak. Dislodge a piece of meat hang out of his reach. Reach degani bu yetishish, o'sha narsaga erishish degani. Out of reach bo'lsa, demak u erishib bo'lmaydigan degani. Hang bu o'sha osilib turgan degan ma'noni bildiradi. Demak, uni o'zini qo'li yetmaydigan joyda osilib turgan meatni, piece of meatni tushirish uchun degan ma'noda kelyapti. Bu yoqda mana dislodge degan so'zni bilmasdan turib ham 10-savolning javobini meat ekanligini topsak bo'ladi. 11-savolga o'tamiz. Xo'p, 11-savolda bizga berilgan wild polar bear worked out the methods of reaching a platform where somebody or something was located. Bu yerda ham e'tibor qaratadigan narsamiz a artikli. Shu juda muhim ahamiyatga ega. Bu bildiradi bizni 11-savolda noun qidirayotganligimizni va tarjima qiladigan bo'lsak, yovvoyi polar bear o'sha platformaga erishish metodini foydalangan
kim yoki nima joylashgan joyda, ya'ni o'sha platformada kim yoki nima turganda o'sha narsani biz topishimiz kerak 11-savolda. Endi keyword bu yerda platform. Shu platform degan narsani readingda qidirishimiz kerak. Bu o'z-o'zidan 10-savoldan keyin keladi. Platform mana bu yerda turibdi. Platform degan so'zni topdik. Endi bizni vazifamiz o'zi was located, something yoki somebody was located on a platform edi. Ya'ni platformada biz nima joylashganligini yoki kim joylashganligini topishimiz kerak edi. Noun kerak va o'sha noun a artiklidan foydalanadigan bo'lsak, birlikda, ya'ni singular formda berilgan bo'lishi kerak. Shunisiga ham ahamiyat beramiz. Gapni boshidan o'qiydigan bo'lsak, mana a calculated move by a male bear involved running and jumping onto barrels in an attempt to get to a photographer standing on a platform 4 meters high. Ya'ni 4 metr balandlikda platformada turgan rasmchini, ya'ni o'sha fotograferni bu anaqa qilishga harakat qilgan. Ya'ni unga erishishga harakat qilgan, unga yetishga harakat qilgan degan ma'noda kelyapti. Demak, bizga platformada turgan narsa yoki odam bu shaxs ekan, fotografer ekan. Shuni javobini yozib qo'ysak bo'ladi 11-siga. Demak, 11-savolning javobini fotografer deb turibdi. 12-savolga o'tamiz. 12-savolda polar bears have displayed behavior such as conscious manipulation of objects and activities similar to something. Polar bear polar ayiqlari behavior ko'rsatgan, ya'ni o'sha xulqini ko'rsatgan, ya'ni o'zini tutishini namoyish qilgan, such as conscious manipulation of objects and activity similar to, nimagadir o'xshaydigan activityni ko'rsatgan bo'ladi. Ya'ni nimagadir o'xshaydigan harakatni ko'rsatgan deb berilyapti. Yana xuddi shunaqa narsadan foydalanamiz. Word form bizda kerak bo'ladi noun va evidence kerak bo'ladi similar to. Ya'ni similar to degan so'zni qidirishimiz kerak. Bu keyword. O'sha similar to degan so'z yo'q bo'ladigan bo'lsa agar bizning javobimizda, o'sha biz qo'yayotgan so'zni oldida, demak u so'zni biz javobga umuman yoza olmaymiz. Umuman u so'zni biz to'g'ri javob qilib qabul qila olmaymiz. Keyingi paragrafga tushamiz, chunki 11-savolning javobini mana bu yerdan topgandik. O'qishda davom etamiz. Bizda keywordlar demak displayed behavior such as conscious manipulation of objects and activities similar to. In other studies such as one by Alison Ames in 2018, 8 polar bears showed deliberate and focused manipulation. Mana deliberate and focused manipulation bu conscious manipulation of objects. Ya'ni conscious bu deliberate ga sinonim bo'ladi. For example, Ames observed bears putting objects in piles and then knocking them over in what appeared to be a game. Mana topildi. Bu yog'ini tarjima qilib o'tirmayman. Appeared to be bu similar to degani, ya'ni shunaqa ko'rinadigan, shunaqaga o'xshash degani. Javobimiz game bo'ldi bu yerda. Demak 12-savolning javobi game bo'ldi. E'tibor qaratsanglar, yana bitta takrorlab o'tib ketaman. Biz butun bu reading ishlayotgan paytda faqat ikkita texnikadan foydalanyapmiz. Birinchi o'rinda bizga qanaqa word form kerakligini aniqlab olyapmiz. Ikkinchi o'rinda biz evidence dan foydalanyapmiz. Ya'ni keyworddan foydalanyapmiz. Bu faqatgina keyword emas. Keyword orqali biz bizni readingdagi savolimizning javobi qayerda joylashganligini topib olamiz. Evidence orqali bo'lsa, biz 100% ya'ni 100% sure bo'lsak bo'ladi, ishonsak bo'ladi o'sha javobimiz to'g'ri yoki noto'g'ri chiqayotganligiga. Agarda ko'pchilik mana yana qaytarib o'taman tushuntirib, xato qilib qo'yadi. Mana birinchi savolda ham to'xtaldik. Violent o'rniga emotion qo'yib qo'yadi yoki boshqa savollarda xato bo'ladi. Agarda qachonki evidence tekshirmasa, biz reading ishlaganimizdan keyin, mana game degan so'zni qo'yganimizdan keyin yonidagi qanaqadir muhim so'z bo'ladi. Mana similar to yoki bo'lmasa conscious manipulation degan so'zlar bo'ladi. Shularni qidirishimiz kerak yonidan. Game yonidan shu so'zlarni qidirishimiz kerak. Agar topa olmasak,
Demak, biz bu savolni noto'g'ri topgan bo'lamiz, javobida adashgan bo'lamiz. Boshqatdan qidirishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni ishlayotgan momentimizda, ishlayotgan paytimizda tekshirib ketishga o'rganishimiz kerak. Va 13-savol qoldi. They may make movements suggesting something if disappointed when hunting. Hunting qilayotgan paytda disappoint bo'lsa, agar ular movement qilar ekan, ya'ni har xil harakatlar qilar ekan, suggesting bu presenting degan ma'noda kelyapti. Demak, 13-savolning javobi bizda noun bo'lishi kerak ekan. 13-savolning javobi bu yerga yoza qoling. Noun bo'lishi kerak ekan birinchi o'rinda va ikkinchi o'rinda emotionni bildiradigan noun bo'lishi kerak ekan. Hozir sizlar birinchi reading ishlayotgan paytinglarda bu noun bo'lishini topa olasizlar, noun qo'yilishi kerakligini bila olasizlar, lekin emotion bo'lishini bilmasligingiz mumkin. Lekin ko'p artikl o'qiydigan bo'lsanglar, ko'p reading qiladigan bo'lsanglar, hattoki mana noun qo'yilishidan tashqari bu yerda даже emotionni bildiruvchi so'z qo'yilishi kerakligini ham bila olasizlar. Chunki suggestingdan keyin boshqacha variant kela olmaydi umuman. Bu ancha osonlashtiradi va tezlashtiradi reading ishlash jarayonini. Va ikkinchi o'rinda evidence, albatta evidence topish kerak. Ya'ni if disappointed when hunting degan narsadan foydalanish kerak. Agar bizni javobimizni oldida shu so'z bo'lmaydigan bo'lsa, demak biz buni to'g'ri javob qilib ola olmaymiz. Xo'p, if disappointed when hunting. Xo'p, make movements suggesting. O'qishda davom etamiz, keyingi paragrafga tushamiz. As for emotions, mana emotsiyaga keladigan bo'lsak, while the evidence is once again anecdotal, many birds have been seen to hid out in ice and snow. Ya'ni hid out at ice and snow bu o'zini muzga va qorga urish degan ma'noni bildiradi. Bu esa making movements degan so'zga to'g'ri keladi mana bu tomonda, ya'ni har xil harakatlar qiladi. Seemingly out of frustration, ya'ni jahli chiqib bu narsani qiladi. When they have just missed out on a kill. Missed out on a kill bu kill bu o'lja degan. Ya'ni when hunting degan ma'no kelyapti mana. Missed out bu o'sha narsani qo'ldan chiqarish, ya'ni o'ljani qo'ldan chiqarish. Agar o'ljani qo'ldan chiqarsa ular o'ljani qo'ldan chiqargan paytida degan ma'no kelyapti. Ya'ni bu degani hunting bilan disappoint bo'lish degan ma'noda turibdi. Mana o'sha evidence topildi bizda bor. Demak, yonidagi so'zni qarashimiz kerak. Mana seemingly out of frustration. Bu frustration bu jahl degan ma'noni bildiradi. 13-savolning javobi frustration bo'lyapti. Bo'ldi, mana shu bilan gap filling savollari tugadi. Hammasini ko'rib chiqdik. Bu juda maydalab tushuntirishga harakat qildim, chunki hammani e'tiborga olishim kerak. Hali yaxshi ishlay olmayotganlar bo'lishi mumkin. Yaxshi ishlayotganlar bo'lsa, Telegramda 2x da ko'raversa ham bo'ladi. Pavel Durov shunaqa sharoit yaratib qo'ygan bizga. Xo'p, bitta bu narsani takrorlab chiqaman va bu narsa bilan readingning oxirigacha shug'ullanamiz. Demak, birinchi o'rinda eng muhim narsa ekan, boshqatdan explain qilib chiqsam, eng muhim narsa nima ekan? Instruksiyaga qarab olish, ya'ni bizga nechta so'z kerakligini bilib olish. Ikkinchi o'rinda pastga yozib qo'yganman, biz word formni aniqlashimiz kerak, ya'ni qanaqa so'z bizga kerak bo'ladi. Bizga qanaqa so'z ishlata olamiz faqat. Adjectivemi bu narsa, nounmi yoki bo'lmasa verb qo'yishimiz kerakmi, adverbmi, shuni aniqlab olishimiz kerak va eng muhimi evidence, ya'ni dalil qidirishimiz kerak biz o'sha javobni qo'yayotgan so'zimizni yonidan. Bu keywordlar emas. Keywordlar bu o'sha savolning javobi qayerdaligini topib olish uchun ishlatiladigan so'zlar xolos. Evidence bu biz ishlab bo'lganimizdan keyin, javobni yozganimizdan keyin bu javob 100% to'g'rimi yoki noto'g'rimi tekshirib qo'yadigan so'zlar hisoblanadi va oldida o'sha so'zlar turish kerak bo'ladi. Shunda biz amin bo'lamiz bu savolni to'liq 100% yechganimizga.